Assalomu alaykum, xush kelibsizlar hammalaring. Havaskorlar ligasi saralash bosqichida G'umoyli hududida bo'lib o'tadigan qur'a tashlash jarayonini boshlaymiz. Xabarlayman, 34 ta jamoa ishtirok etayotgan edi. 2 ta jamoa kelmabdi mana. Xudo xolasa bizga yaxshi bo'pti. Qiynalib turdik nimada? Tablisalarimizni to'g'rilayman. 32 ta ko'nglimizda bo'pti. Oxir qaynar bilan o'rta qo'rg'on jamoalar kelmabdi. Mana nimaga biz solib qo'ygandik, mabodo chiqib qolsa, tushirib yuboramiz. To'g'ri tushunib ketaverasizlar. Kichik Turk hududida bo'lgan saralashimizni ham Jirbovka paytda ko'rgansizlar. Jonli efirda olib berganimizda kuchli deb bilgan 4 ta jamoani o'zimiz bilganda ajratib olgandik, lekin o'shalar 3 tasi o'zini oqladi. Bitta Qum mahalla sensatsiya deyishdi. Penaltilarni qumqiyaliga yutqazib qo'yib, oxirigacha bora olmay qoldi, lekin 3 ta kamanda chiqib bordi. Bu G'umoyli hududida ham xuddi shunday 4 ta jamoani nisbatan kuchli deb bilgan, qolganlarga hurmat saqlagan holatda kuchli deb bilgan 4 ta jamoani ajratib oldik. Undan tashqari nisbatan kuchli va o'zgarish jamoalarni tanimagan jamoalarimizni baqa qo'yardik, chunki ular o'yinini bilmaymiz qanaqaligini. O'zimiz kuchli deb bilgan jamoalarni ajratib oldik. Bizning nimamiz bo'yicha 34 taga moslab qo'yganda endi o'sha 2 tani orada endi chiqib qolsa, endi o'shanga to'g'rilab ketamiz. Tushunasizlar endi degan umiddaman, shaffoflik bo'ladi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Tadbirimizni shu shaffof o'tkazish maqsadida mana mehmonlarimiz kelishgan. Jalil aka Kimsanov, hammalar ham bilasizlar. Sobir aka Hamidov, Rahim aka Jo'rayev, Amirxon Umirzayevlar. Mana shu akalarimiz o'zlari birma-bir tortib, hammaning ko'z o'ngida nima berishadi. Dastlab kuchli 4 jamoani Jalil aka aniqlab berishadi. Marhamat aka. Kuchli 4 jamoa. Eshonbobo jamoasi bilasizlar, Qardim Havaskorlik asli qatnashib, yaxshi o'yinlar olib kelgan. Astipa jamoasi, Soyshildir jamoasi. Soyshildirda ham o'tgan yil ko'rdinglar, nima ishlar qilganini. 86 legendalar jamoasi. Hamma biladi o'sha. Mana 86 jamoasi eng yuqoriga joylashadigan bo'ldi mana. Birinchiga Qo'qon 86 jamoasi. Endi chiqadigan jamoa eng quyi pastga joylashadi. Sekin-sekin. Soyshildir jamoasi. Soyshildir jamoasi tablisani chap tomonining eng quyi qismiga joylashadi. Navbatdagi jamoa o'ng tomonda eng yuqori qismga joylashadi. Chiqqan jamoa. Kameraga. Eshonbobo jamoasi. Eshonbobo jamoasi o'ng tomonda yuqori qismiga joylashadi. Va eng so'nggi jamoa Astipa jamoasi o'ng tomonda pastga quyi qismiga joylashadi. Astipa jamoasi. Jalil akaga rahmat. Qarshi javob berasizlar, rahmat. Sobir akani chaqiramiz, aka yordam berasiz. Nisbatan kuchli deb bilgan jamoalarimiz qolganlar hurmat saqlagan holatda to'g'rilashmasdan. Kapasaroy jamoasi. Kapasaroy jamoasi chap tomonda 3-tartib raqam bilan joylashadi. Mulkobod jamoasi. Mulkobod jamoasi 5-tartib raqam bilan joylashadi. Adashib qolmasligimiz uchun yozib olishsin.
Gulkobod. 5-starter raqamli Gulkobod. Mana. Qonunga qaraysizmi? Mana qonunga qarab turib, tip pastga o'zim. Qonunga qarab turib, tip pastga. Bo'ldi, ha. O'rta qishloq jamoasi. O'rta qishloq jamoasi 7-tartib raqam bilan chap tomonda 7-raqamda joylashadi. Hop. O'rta qishloq. Targ'ibot jamoasi. Targ'ibot jamoasi 9-raqam bilan chap tomonda joylashadi. Targ'ibot jamoasi ham har doim Havaskorlar ligasida qatnashib kelgan yaxshi jamoa, tartibli jamoa. Do'ngsaroy jamoasi. Do'ngsaroy jamoasi biz uchun yangi jamoa. Xudo xolasa yaxshi o'yin kutamiz. 11-tartib raqam bilan chap tomondan o'rin egallaydilar. G'oziyo'l jamoasi. G'oziyo'l jamoasi o'tgan yil saralashda qatnashib, biroz omadlar kelmagan. 13-tartib raqam bilan chap tomondan o'rin egallaydilar. Endi o'ng tomonga o'tishni boshlaymiz. Navbatdagi jamoa 13-tartib raqam bilan chetga joylashadi. O'rta Qo'rg'on jamoasi kelmagan, O'rta Qo'rg'on asli shunaqami? Kelmagani sababli keyingisiga o'tib ketaveramiz. Yakatut O'zbekiston tumani. O'rta Qo'rg'on o'rniga mana shu yerda joylashadi. 13-tartibda. Yo'q, 15-tartibda. Yo'q, men Usmon Shildir bordi, o'shancha. Ular 13 bilan. Telemin jamoasi. Telemin jamoasi ham o'tgan yil saralash bosqichida qatnashgan. Biroz omad kelmagan, bu yil omad tilaymiz. Urganch jamoasi. Urganch jamoasi o'ng tomonda mana shu hududda o'rin egallaydi. Urganch jamoasiga ham omad tilaymiz. Yaxshi o'yin namoyish etadi degan umiddamiz. Eski jamoasi. Eski MFF Qo'qon tomonidan biz uchun yangi jamoa. Xudo xolasa yaxshi o'yin ko'rsatiladi degan umiddamiz. Mana shu pozitsiyada o'rin egallaydi. Savxoz jamoasi. Savxoz jamoasi. Savxoz jamoasi mana shu pozitsiyada o'rin egallaydi. Endi bitta jamoani bu o'tmadan O'rta Qo'rg'on o'rniga shu yerdan olishga majbur. Elas jamoasi. Elas jamoasi.
Hozir Qo'qon 1986 jamoasi raqibini bilib olamiz. Qashqar jamoasi. Qashqar jamoasi ham har doim saralashda qatnashib, biroz omad yetishmaydi. Bu safar Xudo xolasa omad tilaymiz sizlarga. Hozir Kapasaroy jamoasining raqibini bilib olamiz. Sekin. Ko'l Elash jamoasi. Ko'l Elash jamoasi ham bizcha yangi jamoa. Kapasaroy jamoasi o'tgan yil qatnashgan. Yaxshi o'yin namoyish etiladi. Hozir Bekobod jamoasi raqibini bilib olamiz. Oxon Qaynar jamoasi ham yetib kelolmadi, o'shaning uchun keyingi o'tib ketib olamiz. Qaqir jamoasi. Qaqir jamoasi o'tgan yil saralashda qatnashgan, Mulkobod jamoasiga raqib bo'lmoqda. Navbatda endi O'rta Qishloq jamoasi raqibini bilib olamiz. Sho'r jamoasi. Sho'r jamoasi ham bizcha yangi jamoa. O'rta Qishloq jamoasi bilan Targ'o jamoasining raqibini bilib olishimiz mumkin bo'ladi hozir. Otqo'sh jamoasi. Targ'o jamoasiga raqib bo'lmoqda. Navbatda endi Do'ngsaroy jamoasi raqibini bilib olamiz. Qoramilla jamoasi Do'ngsaroy jamoasiga raqib bo'lmoqda. Hozir jamoasining raqibini bilib olamiz hozir. Chankat jamoasi G'oziqo'liq jamoasiga raqib bo'lmoqda. Amirxon endi o'zini jamoasiga raqib to'p beradi. Katta Qaynar jamoasi Soychilarga raqib bo'lmoqda. Amirxonga rahmat tilab, Rahmakani taklif qilamiz davramizga. Amirxonga qarshi javob berasizlar. Rahmaka Eshonbobo jamoasiga raqib to'pish bilan boshlab beradi, Xudo xolasa. Muqimiy shahar 60 bir.
Eshonobod jamoasiga muhim raqib bo'lmoqda. Yakkatot O'zbekiston tuman jamoasining raqibini bilib olamiz. Taypoq jamoasi. Taypoq jamoasi Yakkatot raqib bo'lmoqda. Bo'ldi? Telemen jamoasi raqibini bilib olamiz. Katta Amrot jamoasi Telemen jamoasiga raqib bo'lmoqda. Navbatdagi Urganchi jamoasining raqibini bilib olamiz hozir. Bitta nimamiz chiqmay qolgan ekan, ruchkada yozdik, to'g'ri tushunasizlar. Kamamda ko'pligi uchun yo'q, ichkarisidan. Doimobod jamoasi. Urganch jamoasi Doimobod jamoasi raqib bo'lmoqda. Eski jamoasining raqibini bilib olamiz. Rajabgardi jamoasi eng olisdan keladigan jamoa eski jamoasiga raqib bo'lmoqda. Savxoz jamoasining raqibini bilib olamiz. Navoiy jamoasi Savxoz jamoasiga raqib bo'lmoqda. Elas jamoasining raqibini bilib olamiz hozir. Ashur Qilmirgan jamoasi Elas jamoasiga raqib bo'lmoqda va so'nggi jamoa Aztepa jamoasining raqibini bilib olamiz. Tangirqul Naymancha jamoasi Aztepa jamoasiga raqib bo'lmoqda. Rahmat, kelgan qarshi chopyapsizlar. Jerbobkada hech qanday muammo bo'lmadi. Xorijlik yo'q, xudo xohlasa hammada. Xo'p, endi bizda masalalar bor edi. Mana shu saralash bosqichidagi komandalar bilan hozir mana kichik turda bo'lgan o'yinlarda ko'rdik. Komandalar o'yinlarga har xil trikoda yoki kepkada, hali sport formada kelmayapti futbolga. Mana shuni to'g'irlashni nima qilib turdik? Aytmoqchi bo'lib turdik, o'yinlarga iloji boricha futbol formada kelinglar. Futbolga shortlik bir xil bo'lishi shart emas. Endi va saralashda jamlaqa qattiq nimalar qilganimiz yo'q. Shunga yarasha sal futbolga shortida kelinglar, har xil bo'lib kelinglar iloji bor. Chunki bu o'yinni oldin ko'ryapsizlar, rasmga olamiz, kanalga qo'yamiz. Kanalda u rasmlar juda xunuk chiqyapti. Shu keyin mana hozir nimada kichik turdagi o'yinda qaysidir komandada o'yin javob kelgan, boshqa mahallaniki ekan bo'lyapti. Bu narsalarda akalar iltimos qilamiz sizlardan. O'zlaringni ham og'ir qilmanglar, bizni ham og'ir qilmanglar. Baribir u to'rttalikka kirganlaringdan keyin bitta borib tekshiramiz, baribir bor komandada chiqadi. Biz uni uyma-uy tekshiramiz.
Shuning uchun hozirdan iloji boricha o'zlaring o'sha mufaylaringdan tashqaridan olmasdan toza bo'lib kelinglar. Shu 34 ta komanda u 8 ta komanda o'zi bu narsani biladi. Undan tashqari yana bu saralashdi masalasi tugadi. Endi nimani masalasi? Bu o'zimiz asosiy chempionatimiz masalalari bor. Shu bo'yicha har bitta komandani o'zini logosi bo'lishi shart. O'sha hozir buni nimaga 8 ta komandamiz bor o'zi ligada qatnashadigan, asosiyda qatnashadiganlar. Undan tashqari yana o'sha 4 ta qaysi komanda chiqsa ham hammasining logosi bo'lishi shart. Undan tashqari mana buni hozir kichik 4 ta komanda 4 ta komanda chiqdi. O'sha 4 ta komanda G'umaylarda qatnashadigan yana 4 ta asosiy 8 talikka kiradigan komandalarda formasi kakpolojniy bo'lishi shart. Chunki u 8 talik o'yinlar nimada bo'ladi? Barzangida bo'ladi. Erta kakpolojniy o'sha xuddi chempionat qilib o'tkaziladi. U 8 talik komandalarda o'yini. Shunda hammaniki forma bo'lishi kerak. U o'sha asosiy chempionatimizga o'xshagan tartib qilinadi yerda. Shuni ham hisobini olinglar. Bu 8 ta 4 ta chiqqan komanda, 8 ta mana 34 tadan chiqmoqchi bo'lgan komandalar. Undan tashqari mana shu 8 ta komanda, 4 ta komanda, 12 ta komandaning ham har bittasining logosi bo'lishi shart. Undan keyin biz nima qildik? Mana buni o'yindan oldin bilsalaring komandalar bir-biriga logosini beradi. Mana shu narsani ham biz buni surishtiryapmiz, topamiz. Har bitta komanda o'ziga bittadan qiladi har bitta o'yin uchun. 10 bitta tur bo'lsa 10 bitta qilib olasizlar. Kim bilan kim o'ynagan paytda o'yindan oldin o'sha bir-birlaringga berib, bu o'sha ligani nimasi uchun chiroyli chiqadi videoga ham. Undan tashqari bu logoni aytdik, har bittasini bo'lishi. Keyin bu asosiy chempionatimizda 12 ta komandadan har bitta komandadan bittadan bizga vakil beriladi. Bizni Havaskor ligasiga tashkilotchi sifatida u odam o'zgarmaydi. Masalan, bir kishini berasizlar, har yakshanba, yakshanba o'yinlardan oldin keladi, biz bilan birga borib, o'sha 12 ta bola o'sha yerda biz o'zimiz aytamiz, iloji boricha bizga o'sha o'zgarmaydigan bola beringlar. Juda har doim biz bilan o'sha bolalar ishlaydi. O'yindan oldin keladi, yarim soat oldin biz bilan borib, o'zimiz o'sha vazifalar bor, o'shalarga qo'yamiz. Tinchlik saqlab berish uchun har bitta komandadan bittadan o'sha vakil kerak bizga. Buni ham hisobini qilinglar. Undan tashqari har bitta komandaning treneri bo'lishi shart. Trenerni prosta yozib qo'yib, u keyin o'ynovchi murabbiy yo unaqa narsa yo'q. Faqat trener qiladi. Undan tashqari yana masalamiz Ulug'bek nima masala bo'yicha shartli ravishda degan komandalar masalasi. Mana shu gapirib o'tgan masalalar bo'yicha kimda savollar bo'lsa yoki takliflar bo'lsa, umuman mana shu chempionat haqida nima savollaring bor, takliflaring bor, bemalol berishingiz mumkin. Avvalo assalomu alaykum. Xush kelibsizlar akalar. Havaskor ligasi saralash bosqichida 86-yillar ham jamoasi qatnashib turgan xabarimiz bor. Avvalo Havaskorlar ligasida qatnashdan maqsadlaring. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Shu musobaqani ko'rib bizda ham nima deydi, qiziqish paydo bo'ldi. Odamlarni, mana muxlislarni ko'rib, boshqa qilib o'zimiz ham bir shu yerda qatnashsak, o'zimiz 41 yoshga yetgandan keyin veteranlarda o'ynashimiz, formada yurishimizga osonroq bo'lardi deb biz ham qiziqib, mana shu narsani saralashiga qo'shildik. Xudo xolasa saralashdan maqsad shu asosiy chempionatga o'tib turib, aytda ham bir natijalar ko'rsatish. Xudo xolasa yaxshi natijalar ko'rsatamiz degan umiddamiz. Endi bizni jamoamiz faqat bitta yoshda tug'ilgan, bitta yilda tug'ilgan bolalar hammasi. Xudo hamma do'stlarimiz. Xudo xolasa chempionatda shiddatiga shiddat qo'shamiz degan umiddamiz. Hozirda Bahrom Hakimovni murabbiy sifatida faoliyat olib borayotganini eshitdik.
Tayyorgarlik qay darajada ketyapti? Tayyorgarlik yaxshi. Endi Bahrom Hakimovichni sizlarga anaqa qilishdi, tanishtirishdi anaqasi yo'q. Eskidan mana katta klublarda ish olib borgan. Bizni imkoniyatlarimizdan kelib chiqqan holda tayyorgarlik ko'rilyapti. Rahmat sizlarga, saralashda omad. Xudo xolisa chempionatlarda ham chempionlik sari harakat qilasizlar degan umiddamiz. Rahmat. Rahmat.